Aka Zomin Jizzax Voltri jamoasi kelgan. Mana hammasi yig'ilib. Bobur akam bu yerda bitta ikkilalik somsa, bir kosa qaylani necha minut dedingiz aka? 9 minutda. 7 daqiqada esa butun davra tekin edi Voltri jamoasiga. Lekin aka 8 daqiqada yeb bo'ldi. Mana 400 ming pul. O'yin halolmikan? Yesa bo'larmikan? Zo'r ekan, ajoyib. Yo'q, qorni katta odamlar ham buni yeb bo'lmaydi deydi. Buni akan tushib ko'rasiz. Gap pulda emas, gap mayta kelib mehrda, yeyishda yesa bo'ladi. Gap yo'q ekan. Lekin siz hech kim bilganlar, ishonmaganlar bor, kelsin, o'zini sinab ko'rsin, lekin bilan interes uchun ham yeb ko'rsa mazali ekan. Saharlik kemish narsa yemaysan. Bo'ldi. Ertaga og'iz ochasiz. Gap yo'q, gap yo'q. Kelarasizlar. Hammaga savob. Tugab qaylaga o'tdik. Qayla ham 2 daqiqalik bir bo'shab tur. So'qing. Davay bor. Akaga suvdan qo'ying. Bo'ldi. Mana aka. Ko'tarib. 7 daqiqa bo'ldi. 7 daqiqa bo'ldi. 8 minut qoldi. Faqat qayla yarim ko'sa qayla qoldi. Shoshmang. Shoshilmanglar. Shoshmang. Hali vaqt bor. Bemalol shoshmang. Bo'l. Shamol kerak. Ulan yarim daqiqa bo'ldi. Qaylani ham Tugadi ham qayla. yarim chorak kosasi qoldi. Shoshilma, bemalol. Bemalol. Ayting aka nima kerak? Bo'l, hech narsa shart emas aytish. Davay bor. Ko'z bir chimkimiz bo'l. Ko'tar oxirigacha. Bo'l sekin. Vaqt bor aka, 8 daqiqa bo'ldi. Ana. Davay, Oxirigacha tiqib Mashina bo'ldimi? Lagan qolmasin bo'ldimi? Gap yo'q. Bo'ldi mana. Bo'ldi aka. Gap